Assalomu alaykum vatandoshlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 82 soniga xush keldinglar. Bugun biz Xitoy Turkiya munosabati va Sharqi Turkiston degan tema ustida hukumatimizning tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor apandimni suhbatga taklif qildik. Suhbatimizga xush keldingiz. Hoş bulduk, rahmet. Rahmat, sizni har qatim shu suhbatga havo qilamiz, ammo siz bilan o'tkazgan suhbatda biz nurg'un narsalarga erishamiz. Bu suhbatni boshlashdan burun men oldi bilan insonning o'zi bo'lib yashash to'g'risidagi bir she'rni, ya'ni insonning o'zi bo'lib yashash to'g'risidagi tafakkurimizni g'idiqlasa ajib emas deb bizning Xo'ja Muhammadning yozgan Yurak kesili degan bir she'rni o'qib o'tishni loyiq ko'rdim. Xo'ja Muhammad mush she'rni yozgandan keyin uzun o'tmay bu olam bilan xo'shlashadi. Ammo bu she'ri nihoyatda esil yozilgan she'r bo'lib, bugungi bu temamizdan burun buni hammalarninki bir tafakkur chiqish uchun, huzur elish uchun sunmoqchiman. Yurak kesili. Xo'ja Muhammad. Sol bilakimning tilib og'rishidan yurak kesilim borligini va uzoq qolmay o'lib ketadiganimni bildim. Shu on quyosh qirib ketdi. Vaqt oljib qolgandek o'ng ta'tir yugurmoqda. Hayot sovuq qolgan oshdek ishtihoyimni bo'g'di. Muhabbatchi. Bu haqda ilgirki 24 qiz va keyingi 3 xotinning degini hisob. Mening deydiganim, odam o'zini odamga topshirmaslik kerak. Odam o'zini hech nimaga topshirmaslik kerak. Odam ta ketib qolguncha o'zida turishi kerak. Odam o'zining qo'lida bo'lmagani uchun odam o'zini tashlab etmaslik kerak. Odam o'zining sirti bo'lgani uchun odam o'zini boshqalarning tasviriga muhtoj qilmaslik kerak. Odam o'limni birga elib kelgani uchun o'limni ulug' yoki pastkash bo'lishidan qat'iy nazar jahondagi boshqa ishlarga aralashtirmaslik kerak. Mening deydiganim, odam qayerda yashagan bo'lishidan qat'iy nazar o'zida o'lishi kerak. Odam cho'qim o'zida o'lishi kerak. O'zida o'ladigan odam eng ulug' odam bo'ldi. Rahmat bu she'rni anglag'anlarga. Hamda Salih Xudoyor apandim. Bu qitimliq Shanxay hamkorlik yig'inida Xitoy bilan Turkiya hukumatining 3 million Uyg'urni Sharqi Turkistondan Turkiyaga yo'tkash kelishimi oshkorlandi. Buningdan boshqa Xitoy Turkiya o'rtasidagi atalmish terrorlikqa qarshi turishni bano qilgan chunqur istixborot hamkorligimi o'rtada oshkora. Hukumatimiz har qachon Sharqi Turkistonning tibbiy manfaatiga zid har qanday qilmishga vaqtida qattiq raddiya berib kelyapmiz. Gerçi ijtimoiy taratqularda bizning hukumatimizning tutumi tafsiliy va ochiq oshkora bayon qilinib kelayotgan bo'lsa-mu, ushbu suhbatimizda sizni Xitoy Turkiya munosabati va bu munosabatga bog'liq Sharqi Turkistonning siyosiy taqdiri ustida tahlil yurgizib berishingizni so'raymiz. Marhamat. Xo'sh, oldi bilan shu birinchi masalaga kelaylik. Shu 3 million Uyg'urlarni Sharqi Turkistonga, Turkiyaga yo'tkab akkilish masalasini. Bu masalani shu Turan qishloqchi deb bir muxbir, bo'lmasa hukumatninki shu Erdo'g'an hokimiyatiga yaqinroq bir muxbir, TRT'ninki Turkiya radio televizion degan bo'lniki davlat kanalininki shu O'tir Sharqqa mas'ul mudiri bo'lgan kishi shu Xi Jinping bilan nima ko'rishib, bir kundan keyin atsillam shunda bir kelishim qilindi deb o'tirib qo'ydi. Bu kelishimda nihoyat chiroyli ifodalabdi. Shu ham mushilqi emgak kelishimi deb Sharq Turkistondan 3 million Uyg'urlarni Turkiyaga akkiladigan bo'ldi. Bu kelishim orqali ham shu yerdagi qarindoshlarımızga insani parvarlik yordam bergan bo'lamiz. Ularni Xitoylarning zulmidan qutqazgan bo'lamiz. Aqchi deb shunda bir narsa o'tirib qo'ydi. Biz hukumat sifatimiz bilan buningga darhol raddiya berdik. Raddiya berib, hatto shu g'ayri rasmiy aloqamiz bor ba'zi turklar bilan, shu Turkiya hukumati bilan desak bo'ldi. Shuning o'tiruvchilari bilan. Shularga darhol yetkazdik. Bunda bir
kelişimning qilinishi va hatto o'ylashimi bu kechirilmaydigan bir suiqasd. Bunday narsani Turkiya qat'iy qilmaslik kerak deb mesajimizni yo'lladik. Yo'llablam 40 minut qolmay Turkiyaning o'ziniki Uçur Aloqa Ministrligi bunga bir tur bayonot berdi. Bayonotida bunda bir narsa yo'q, bu asossiz dedi. Ammo o'zininki shu o'zining muxbiri ya buni oshkorlagan. Uninki ismini nimasini g'uvolishtirib, ya'ni bilinmaydigan qilib qo'ydi. Ammo bu endişimi shuki, bu bir bo'lgan suiqasd, bo'layotgan bir suiqasd. Balki Turkiya hukumatiningki insoniy parvar qismi bo'ladi ya, qarindishim deydigan qismi. Chunki hukumatda nurxil qarashlar bo'ladi. Shu qismlari balki bu suiqasdninki bo'layotganligini oshkorlab o'tish uchun shu muxbirga deb qo'ygan bo'lishi mumkin va muxbir orqali oshkorlandi. Garchi bu yangilik emas. Esingizda bo'lsa, mush ayning oldida, mush ayning oldida deyman, mush yilning oldida Turkiyaninki milliy mudofaa milliy mudofaa universitetininki boshliqi, raisi Erhan Afyoncu esingizda bor, bunga qarshi raddiya bergan to'q, shu o'xshash taklifni qo'ygandi. Yilning oldida 2025ning oldida necha million Uyg'urlarni shu Turkiyaga yo'tkab kelish kerak. Bularni yetkish bilan ham ularning nimasini qo'g'digan bo'lamiz, ham o'zimizninki shu emgak kuchini oshiritgan bo'lamiz deb shunda nimani qildi. Hatto ma kelishim qilindi degan iddianing o'tirg'i chiqishidan burun bir necha haftalar ilgari butun nima Türk dunyosi dangliq Türkiyashunos tarixchi va strategiyachi yoki maslahatchi nim desanglar, Ilber Ortaylı degan birisi bor. U odam umma dedi, necha million Uyg'urni Turkiyaga yo'tkab kelishimiz kerak va qirg'izlarni yo'tkab bo'linib shu dehqonchilik qilishimiz kerak, andaq qilishimiz kerak, mandaq qilishimiz kerak deb o'tirib qo'ydi. Uningda shu nimasi bu yerdagi Uyg'urlar atom bombada ulayotidi, andaq qilyotidi. Shuning uchun biz bularni qutqazgan bo'lamiz, ham Turkiyaninki o'zininki kelgusidagi suv urushlarida suv urush ehtimoli bo'lib qolgan, bundan keyin shu dunyo suvni talashib urushidi. Shuning uchun shuni oldini olish uchun biz bularni mayada shu Turkiya bilan Suriya Iroq chegarasi rayonida cho'ng daryo va vodilar bor. Shuni kontrol qilishimiz kerak. Shuning uchun u yerga turklarni akkilishimiz kerak, Uyg'urlarni akkilishimiz kerak deb uni tavsiya qo'ydi. Va bundan keyin bu kelishim bo'ldi deyildi. Turan qishloqchi shunda kelishim qilindi dedi. Garchi davlat Turkiya hukumati biz buni qilmadik, asossiz degan bilan bizning gumonimiz va yana boshqalarning gumoni bu kelishim shunda kelishimdek bir narsalar qilindi va yoki qilinmoqchi bo'layotdi. Shuning uchun xalqlar ham o'zining Turkiya xalqlarini, Turkiyadagi xalqlarninki ra'yini sinab beqish uchun ham chet ellarninki va Sharq Turkiston xalqining ra'yini sinab beqish uchun yapılayotgan narsa. Bu ishni qilingandan keyin hatto bizni shu Sharq Turkiston davosi uchun yoki Uyg'ur davosi uchun ataganlar, ya'ni biz shuning uchun bizni atadik degan ba'zi Uyg'ur va Sharq Turkistonliklarniki sosyal medyada qilingan hisoblarda yana shu o'xshash raysinash. Turkiyaga 3 million Uyg'urni akirishga qo'shilamsiz, qo'shalmamsiz. Ray snap yani bir psikolojik nime pravda. Ameliyatda bu Sharq Turkistondan Uyg'urlarni yotkash projesi meyli rast bo'lsin, meyli
teşebbüs kılınayotgan bolsun, Hı. Şarkı Türkistan halkıga ve Şarkı Türkistan davasıga ziyanlık. Hı. Nima uchun ziyanlı? Çünkü Xitoy nima ish qilmadi? 70 yilning yozi, 75 yilning yozi. Hı. Xitoy Sharq Turkistonga tajovuz qilgandan keyin tatip epirayotgan nima siyosati bor? Sharq Turkistonniki demografik, ya'ni Sharq Turkistondagi turkiy xalqlarninki, aşağıdaki Uyg'ur bo'libmi Uyg'urlarninki nüfusini yo'q qilaman, azaytaman deb tirishyotadi Hı. va Xitoyninki nüfus texmi jiqroq qilimi deb shunda siyosat yurgizib keldi. Irqiy qirg'inchilik, mustamlik siyosati shu. Hı. Va buningga bu 3 million Uyg'urni o'ylab boqinglar. 3 million Uyg'urni Sharq Turkistondan yo'qotib etsa hozir, shu 5 yil ichida deyli yoki qachon yilda yo'qolib ketsa, u 3 million Uyg'urning o'rnini Xitoy bilan az deganda 3 milliondan ortiq Xitoy bilan to'ldirdi. Va nüfus dengesi Sharq Turkistondagi tamamen almışydı. Xitay bizni baskandan tatipla bizni atalmış azsallık millet dep kelyaptı Evet. ya. Ha, muşunday desa bizni özümüzninki zımınımızda, özümüzning devletimizde şu azsallık qilib qo'ydi va Sharq Turkistonni tamamen yo'qotgan bo'ladi. Sharq Turkiston damasini tamamen o'tgan bo'ladi. Va bunda qilish, bunda kelishim qilishi yoki buni planlashi, bundani o'ylashmi shu Xitoyning manfaatidan foydaliq boshqa narsa Doğru. emas. Ya'ni bizningki Xitoyninki Sharq Turkistonni qirib tashlashga hissa qo'shgan bo'ladi, hech qanday hissa qo'shgan bo'ladi. Shuning uchun buningga biz darhol raddiya berdik va darhol g'ayri rasmiy kanallardanmi Hı. shu munosabatli turk ya'ni hukumatning organlariga nima ogohlantirdik. Bunda nimani tushunma, agar bunday narsani qilsang biz buningga sukut qilmaymiz. Biz hozir nurg'un narsaga sukut qilib keldik bu Hı. millat. Nurg'un xiyonatligi sukut qilib keldi, ammo ortiq biz buningga sukut qildigan vaqt emas, qilmaymiz. Qarindoshlik, marindoshlik u yerda tursin. Hı. Qarindoshlik ko'rmadik biz bu Turkiy davlatlardan. Doğru. Ne Turkiyadan ne Pakistan. Turklarninki o'zining tilida bir gap bor. Kallashlikdan boshqa narsa ko'rmadik bu turklardan. Hı. Turkiya hukumati va Turkiya xalqimi, masalan, Ilber Ortaylı Hı. o kadar hurmat fazavar bir kishi. Ammo haqiqatdan bizni qarindoshim deydigan bo'lsa, bunda Sharq Turkistonning nüfusini ko'chirib Xitoyga foyda keladigan loyihalarni, nim takliflarni o'tirib qo'ymaydi. Evet. Ammo albatta u o'zininki Turkiyaniki shu oliy manfaatini bosib tutish nimasi uninki. Shuning uchun qilyapti. Qarindoshlik, marindoshlik u hikoyalar. Hı. Bizga bizni atom bombadan qutqazib olgan bo'ladi yoki bizni Xitoyning zulmidan qutqazgan bo'lamiz degan hammasi bahona. Agar haqiqatdan bizmi bayonotimizda Hı. yo'q. Agar Turkiya nüfus masalasidan ishlab topolmasa, chet elda 150 davlatda, Evet. dunyoning 150 davlatida 5,5 milliondan ortiq Turkiya vatandoshi bor. Turkiya turklari bor. Evet. Shularni qaytib akib kelsa, andan keyin dehqonchilik qilsalamdi, podachilik qilsalamdi, uningga hech bir nimamiz yo'q. U Turkiyaning ishi. Hı. Ammo Sharq Turkistondagi xalqni Turkiyaga yo'tkab akilib, Xitoyninki irqiy qirg'inchilik va Sharq Turkistonni yo'q qilaman, mustamlaka qilaman deydigan nimasiga biz sukut qilmaymiz. Buningga qat'iyan yo'l qo'ymaymiz. U Doğru. bir. Agar Turkiyaning haqiqatdan Sharq Turkiston xalqiga ko'ngli bo'lsa, ziyolilarninki, siyosatchilarninki, hukumatiningki, boshqa tashkilotlarninki aqchi ko'kchi. Ular aldı bilan Turkiya hukumatiga besim selish kerak. Mana oldimizda mush ayninki oxirida 20 nechisida, 9 ayning 20 nechisida BDT'ninki 80-ci BDT'ninki rasmiy yig'ini ochiladi. Evet. Shunda o'tirib qo'ysa bo'ldi Sharq Turkiston milliy masalasini. Hı. Xuddi Falastinni boshqa masalalarni doimomliq o'tirib qo'ydi Hı. ya, ta Kashmirga qadar. Hı. Sharq Turkiston masalasini bir o'tirib qo'ysin, agar bular haqiqatdan samimiy bo'lsa. Evet. Sharq Turkiston milliy masalasini o'tirib qo'ysin. Xitoyning irqiy qirg'inchilikqa qolgan boshqalarni aqchi ko'kchi deb
Bomuz Türkler bilen hiç kandaşlığı yok milletler bilen tarihi biri yok. Til cihattin, medeniyet cihattin hiç kandak bir münasebeti yok milletlerge ilgi çıkıdı o bu Türkiye hükümeti. Niye öz qarindaşlarga çıkmaydı? Hiç son agar samimiy bolsaң şu BDT'di sözləңla. Şarq Türkistonda sizni oturup qoyаңlar. Şarq Türkistonningki mustaqillik nasl keltirish davasını qanda başqalarningki mustaqillikni qo'llash davasını qo'llagan bolsaڭlar va xalqarani shunga chaqirgan bolsaڭlar Şarq Türkistonnikini mo o'xshash chaqirishinglar kerak. Bo'lmasa sizningki bu qarindoshliginglar nimaڭlar hammasi tüptün yalgan. Yalgandan boshqa narsa emas. Şöyle bunu tushuntirib qo'yish kerak. Bu suiqasdga qat'iy nima qilsak bo'lmaydi aziz qarindoshlar. Bu biz uchun eng cho'ng suiqasdlardan birisi. Bu suiqasdga yo'l qo'ymasligimiz kerak. U nima qilib Turkiyaga Uyg'urlarni keldikan deb qo'shilib ketadigan narsa emas. O'zimizning vatanimizni Xitoyga bo'shtib bergandan boshqa narsa emas. Xitoyga tashlab bergandan boshqa narsa qilmagan boshqa narsa qilgan bo'lmaymiz aziz qarindoshlar. Shuning uchun u xalqimizni hech bir yerga yo'tkab akilishmasizda uningga nim qilmasligimiz kerak. Agar Turkiyadagi Uyg'urlarni yo'tkash kerak bo'lsa, masalan, Turkiyadagi Uyg'urlarni boshqa davlatlarga, Turkiya burunqidek bexatar bo'lmaganligi uchun boshqa yerga yo'tkazib mayli. Chet eldagi, masalan, u yerda ezib qolgan kamplarda yoki turmalarda turib qolgan qarindoshlarimiz bo'lsa, nurg'un davlatlarda, mayli Tailandda bo'lsin, mayli Malayziyada, mayli boshqa yerda bo'lsin, ularni boshqa yerga yo'tkab akkasak, bexatarroq yerga u bo'ladi. Ammo Sharq Turkiston zaminidan necha million yoki necha yuz ming yoki necha ming qarindoshimizni u yerga yo'tkaymiz desak, shu Xitoyninki biz Sharq Turkistonni Uyg'urdan yo'q qilish, ya'ni Uyg'ursizlashtirish siyosatiga, irqiy qirg'inchilik va mustamlik siyosatiga shu chavak chag'andan, shuni qo'llagandan boshqa narsa bo'lib qolmaydi aziz qarindoshlar. Shuning uchun bunga nihoyat ehtiyot qilishimiz kerak va bunda taklif fikrlarga vaqtida raddiya berishimiz kerak va buning qarshiligimizni namoyon qilishimiz kerak va buning qarshilikni davom qilishimiz kerak. Rahmat. Bu sizki bu deganingiz mushu uchur chiqiblam siz ashuni aytsalam shu vaqtning o'zida degandek biz hukumat tarafdan inkas bildirdik va buningga qarshiligimizni bildirdik. Ham buni logikalik yo'l bilan tushundirdik. Xuddi sizning hozir deb o'tganingizdek biz ishimiz bu gap o'tirga chiqqandan keyin yana nurg'un fitna fasodlar bo'ladi. Sen Türk qarindoshlar o'tirsiga fitna solding degandek o'yinlar bo'ladi va nurg'un odamlar chiqib 3 million odamni olaman degan oson gapmi degandek bir gaplar bo'ladi o'tirda talash tortish bo'ldi. Ammo o'ylab baqsaq bu bak oddiy bir logikalik bir masala bu. Bu tarixdan Xitoylarningki strategiyasida bor masala. Masalan, bizning ziminimizni ular ziminimizni olmoqchi, odamni yo'qotmoqchi. Bu Xitoyning o'zining tilidan bor. Liu di bulu deydi. Xitoyning o'zining tilidan bor bu. Hozir qilayotgani dal shu. Endi bu Türkninki mayli siyosiyonlar olsun, mayli tarixchilari va strategiyachilar olsun, hammasi tatliq gapni qilib turib, Türk qarindoshlarimiz uchun deb turib, amaliyotda Türk qarindoshlarini yasatadi va uning foydasini olyotadi. Uni masalan, buni eng yaqinqi hammadan bildigan ulgisi Suriya. Suriyadagi ish. Masalan, Turkiya voy biz qarindoshlarimizni qutqazdik, anda qildik, akkilyapmiz deb Uyg'urlarni Suriyaga yo'lladi. Nurg'un Uyg'urlarni 30 mingdan ortiq Uyg'urlarni Suriyaga yo'lladi va hozir helimi yo'llayotdi. Turkiyadagi bor Uyg'urlarni majburlab Suriyaga yo'llayotdi hozir. Bundan biz xabarsiz qolganimiz yo'q. Buni kuzatyapmiz. Buning bunday chiqitib agalandirish berdik. Bu yerda Uyg'urlarni Sharq Turkiston davosiga yoki u yerda o'zig'imi bir qilchi bir foyda yetmadi. 15 mingni o'ttirib bo'ldi. Xabarda 3 ming 4 mingdek o'ldi deb qo'ygan bilan 15 mingdan ortiq Uyg'ur o'ldi Suriyada. Buni shu o'zlaridan so'rab baqsanglar buni inkor qilinmaydi. Inkor qilishi mumkin, ammo haqiqatni o'zlarim biladi 15 mingdan ortiq o'lganligini. Va yana nim qilib yo'llayotdi. Bu Suriyaga yo'llash orqali qanday foyda keldi? Uni shu yana u Suriyaga yo'llash u yanni kim bilan moslashib yo'lladi? Ya'ni shu Xitoy bilan. Xitoy bilan yo'llab 2012 dan boshladi, 2014
15 yılgacha yolladı 30 mingdek Uygurni Suriyaga ve ondan keyin irqiy qirg'inchilik siyosetini resmiy o'tirib qo'yishga, ichki holatda o'tirib qo'yishga atalmış terrorizm qarshi urushyapmiz aqchi ko'kchi deb Aşağıdaki Uygurlarni ko'rsatib mana bugunga qadar 11 yilning yozi irqiy qirg'inchilik yurgizyapti Sharq Turkistonda. To'xtab qolgani yo'q. Yani ko'rdik uninki Türkninki yamchikidan bulashqa, zambarak yemidan bulashqa boshqa bir ishga yaramadi ular. Va ularni boshqa bir ish qildirg'izmaydi. Va yana bularga xalqimiz aldanib ketyapti. Afsus. Rahmat. Sen agar Türkiye şu tatlıq söz gep qiladi. Biz bu yerda buni echiqnim qilishimiz kerak. Bizning Türkiye xalqi bilan hech bir nimamiz yo'q. Türkiye xalqi Allah razı bo'lsin, ko'pinchisi Sharq Turkiston tarafida bizning haqiqatan qarindishim deb kelyapti. Ammo hukumatniki 1971-yildan tortib hozirga qadar yurgizayotgan siyosati tamoman Sharq Turkiston davosiga va o'zininki shu iddia qilayotgan qarindoshlikqa qarshi harakatlarni qilib keldi bular. Turkiya hukumati. Ammo xalqi bizning yanimizda. Umuman ko'p qismi. Shuning uchun masalan ba'zi sosyal mediadan qarasanglar, mayli Twitterdan qarasanglar bo'lsin, mayli Facebook'dan qarasanglar, o'zlari deyapti. Bu qarindoshlik emas, 3 million Uyg'urlarni bu yerga yo'tkab kelish qarindoshlik emas, shu Xitoyga Sharq Turkistonni ot tuproqimizni bo'shitib bergandan boshqa narsa emas. Bularni bu yerga padij qilib shiltish qul amgakninki bir nimasi, bir turi. Bu qarindoshlik emas deb nurg'un turklar o'zi yozdi buni. Biz demedik. O'zlari mana haqiqiy qarindishim deydiganlarmi o'tirg'i chiqib o'zining hukumatiga bunda suiqasdni qilmasligini bunda suiqasdga rozi emasligini bildirdi. Hamda Türkiye'ninki nimasiga kelsak, bu o'zingiz dedingiz, bu Türkiye'ning bayamdagi savolingizda Türkiye'ninki bu Sharq Turkiston Türkiye bilan Xitoy munosabatidagi Sharq Turkistonninki nimasi, masalasiniki nima qilishini bir dapirang deb. Bu 97 deyman, 71-yildan tortib Turkiya 71-yilda shu g'arb davlatlari bo'lib, NATO davlatlarining ichida birinchi bo'lib, masalan, birinchi bo'lmasmi, shu birinchi davlatlarning qatorida, shu birinchi bir necha davlatlarning qatorida Xitoyni rasmiy e'tirof qilganga diplomatik munosabat qilgan bilan 71-yili 8-oyda Turkiya diplomatik munosabat qurdi. Shu atalmış Xitoy Xalq Cumhuriyati bilan. Shuningdan tortib Xitoylar bilan Turkiya shu Sharq Turkiston davosini yo'q qilish uchun hamkorlik qilib kelmoqda. Davomli Xitoyning deydigani nima? Sharq Turkiston masalasiga qarshi kurashimiz kerak, qarshi turishim kerak deb davomli qiladi va Turkiya asta-asta davomli shu Xitoyniki deganlariga moslashib keldi. Masalan, Turkiya 71-yilda Xitoy bilan diplomatiya munosabat o'rnatdi. Anandaki Amerika 79-yilda. Agar Amerikaning boshliqchi bilan Amerika qarab qildi degan bo'lsak, bu tarixga uymaydi. Turklar boshlatdi, undan keyin boshqalimi o'zining shu manfaati shu vaqtdagi Sovetlarga qarshi turish strategiyasi bilan shunda xatolik siyosatini olib bugungacha keldi. Masalan, tunji qatim bu kelishimni qilgandan keyin 1981-yili Turkiya bilan Xitoy rasmiy tijoriy kelishimni nim qiladi. Ticari kelishim tuzdi va shu vaqtlarda Turkiyaningki umumiy davlat strategiyasini o'tirib qo'ydi. Umumiy davlat strategiyasida Turkiya Osiyo qarash deb bir strategiyani o'tirib qo'ydi. Bundan keyin Osiyo qarashimiz kerak, chunki G'arbninki ta'siridan, bo'lib NATOning ta'siridan o'zini ta'siridan qutulma deb Turkiya bu strategiyani o'tirib qo'ydi. Chunki G'arbning turli sabablardan ishongisi kelmaydi Turkiya. Shuning uchun biz Sharqqa qarashimiz kerak deb mush petida mush strategiya bo'yicha mangadi.
keyin 82 yılı 12 ayda şu vaqtda Turkiyaningki prezidenti Kenan Evran tunji qitim Xitoyni ziyorat qiladi. Bu shu yerda birmuncha yana boshqa kelishimlarni qiladi. Ayni vaqtda Eysa Yusuf Aliptekinning o'g'li Erkin Aliptekin Sharq Turkistonga boradi. Ayni vaqtda undan keyin asta-asta Turkiya bilan nima orasida nurg'un odamlar chiqishga boshlaydi ya, burun chiqolmaydi. Chiqishga boshlaydi. Undan keyin davosimiz asta-asta kontrol qilinishga boshlaydi. Turkiyaga markazlashtirdi. Burun O'rta Osiyoda markazi bor davo. Buningki shu ikki nimasi bor. Biri Turkiyaningki shu nima Turkiya mana biz mali orqali bu nimani diasporasini kontrol qilib qo'yamiz, andaq qilib qo'yamiz, mandaq qilib qo'yamiz deb nim qildi. Yana bir tarafdan ular yangi odamni nim qilib Xitoylar bilan hamkorlik qilayotganlar. Davosimizni nim qilish uchun qo'zg'ash uchun undan ojizlashtirun mustaqillik davosini asta-asta kishilik huquq Xitoyning ostidagi oliy avtonomiya Aqchko'ch davosi qildi ya. Xuddi o'z vaqtida Cumhuriyet davrimizda mustaqilligimizga qarshi Gomandan buning dadisidan shuningdek munofiqlarni, xoinlarni Sharq Turkiston mustaqillik harakatiga qarshi Cumhuriyetlarimizga qarshi Xitoyning ostida oliy avtonomiya davosi qildirdi-ku, o'xshash nima. Keyin 96-yilda, bo'libmi 90-yillardan keyin O'rta Osiyoninki Cumhuriyetlarining mustaqilligi, mustaqil bo'lishi bilan Sovetning yiqilishi bilan Xitoy bizningki Sharq Turkistonning mustaqillik harakatimiz texnik kuchlandi. Ichida va bo'libmi O'rta Osiyo Cumhuriyetlarida. Va tabiiy holda Turkiyadami bu nim qilindi. Davosimiz bu yerdagi shu haqiqiy da'vogarlarimizmi shu vaqtda aktiv faoliyat qildiganlar chiqdi. Garchi kontrol qilgan deganlar bo'lsa. Keyin Xitoy 96-yilda 7-numurlik dokladni o'tirib qo'ydi ya. Shu yerda nim deydi? Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston shu Sharq Turkiston kuchlarininki markaziy bazalari, shuning uchun bular bilan diplomatik besim qilib shularninki atalmış Xitoy bizni bo'lguncha deydi, atalmış ya'ni mustaqilchilik harakatimizni ojizlashtirish va to'xtatish kerak deb nima qiladi va bular bilan yaqin munosabat nima qilishimiz kerak va chet eldagi Sharq Turkiston kuchlarini bo'lishimiz kerak va ko'pinchisini Xitoyning tarafiga, ya'ni Xitoyning tarafiga kelish kerak. Sharq Turkiston davosininki xalqaralashib qilishini oldini olish kerak degandek va shu muhojiratdagi tashkilotlarimizningki faoliyatlarimizningki jamoatlarimizningki ishiga shu josuslarni sig'dirib har qilinayotgan ishdan oldin ola xabar tepish haqida nima qiladi va tashviqot markazlari qurish kerak, masalan bu mustaqillik davosini buzish uchun. Shularni yapirdi. Keyin 98-yili shu vaqt Turkiyaningki bosh ministrimi, Cumhurbaşkanı raisimi Mesut Yılmaz bosh ministrmikin butun hukumat nimalarga, xodimlarga nima tushirdi, buyruq tushirdi. Bundan keyin Sharq Turkiston degan hech qanday bir faoliyat qatnashmaslikligi kerak. Qatnashmasa Sharq Turkiston demaysa Aqchko'chchi deb. Undan keyin 2000-yili Turkiyaningki ichki ishlar ministri shu vaqtdagi Saadettin Tantan degan birisi nima cross border davlat chegaralar qilgan nima jinoyatlarga qarshi yoki shu chegaralar qilgan jinoyatlarga qarshi hamkorlik tuzum turidi Xitoy bilan. Sharq bu yerdagi tuzilgan kelishim shu Sharq Turkistonga qarshi kelishim. U boshqa jinoyat emas, shu Sharq agar u yerda Sharq Turkiston davosini yapirgan haqiqiy bo'lsa shuni shu bostirish. Masalan, ularga da'vo qildirmaslik. Ko'rdik-ku shu vaqtlarda
biz davachi, biz Sharqi Turkistonning aqchi ko'kchi deganlar imzo faoliyatiga nimaga qarshi turib, Xitoylikdan choy ichib, hatto Rizobekin shu Xitoy konsulsidan chiqmaydigan bo'lib qolib, bo'lmasa qalbga u qadar cho'ng tashkilotning rahbari bo'lib, Xitoy bilan suhbatlashib, Xitoy bilan choy ichib, Xitoyning shu konsullarida yuradigan bir lalmi bo'lib qolgan tu odam. Shunda aloqa qilib qo'ydi. Keyin bizni millatchi, biz Türkçü, biz Turançı, Akçı Kökçü deydigan MHP, Milletçi Hareket Partiyası. Şu vaqtda hokimiyat shular. Hokimiyatni ortaqlashyaptilar. Shu Bag'chalininki ruxsati bilan Jang Zeminga eng yuksak Turkiyaning eng oliy medalini berdi ya. Va shu yerda deydi, yana Xitoyning zumin butunligiga hurmat qilamiz. Xitoyning bexatarligini hurmat qilamiz. Bir Xitoy siyosatini hurmat qilamiz. Biz Sharq Turkiston kuchlari qarshi Xitoy bilan birga hamkorlashimiz aqchi ko'kchi deb. Keyin 2002da ichiq shu yerda Xitoyninki shu vaqtdagi raisi Zhu Rongji degan birisi shu vaqtdagi raisi Anqaraga keladi. Shu yerda o'xshashish, shu yerda shu kelishim nurg'un nima kelishimlarni qiladi, tijoriy kelishimlarni, askariy bu kelishimlarni, andan keyin atalmış terrorizm qarshi kelishimni va shu yerda Turkiya bilan Xitoy nima deydi? Biz birlikda Sharq Turkiston kuchlariga bu yerda atalmış islom harakatiga emas, Sharq Turkiston kuchlariga birlikda qarshi harakat qilamiz, birlikda qarshi urushimiz deydi. Turkiyaning bosh ministri Ecevit atalmış aks deydi o. Xitoy bizningki Sharq Turkistonga qo'ygan la'natli ismni Xitoyning ayrilmas bir parchasi deb nima qiladi. Shu yerda Sharq Turkiston faoliyatchilarininki harakatini nima to'xtatish uchun, nima qilish uchun harakat qiladi. Harakat qilamiz deb va'da beradi. Va bu 96-yilning 7-nomerlik dokladninki rasmiy ijro qilishiga boshlandi. Keyin 2010dan keyin bular askariy jihatdan nurg'un nimani qiladi. Urumchi qirg'inchiligidan keyin yolg'onlik, irqiy qirg'inchilik deb qo'yib, atsillam bir oydan keyin Xitoy, bir yildan keyin Xitoy bilan strategik hamkorlik o'stirdi. 2012da Xi Jinping kelib Turkiyaga Suriya masalasini to'g'risida so'zlashdi. 2-ayning 2012da, 4-ayning 2012da Erdo'g'an Xitoyga boradi va Sharq Turkistonga boradi va shu yerda yana shu nima deydi? Shu Xi Jinping bilan Suriya masalasini hal qilishni ko'rishdi. Undan keyin Uyg'urlar asta-asta qochqan bo'lib, qoch o'yinini o'ynab, buni shu Tayland, Malayziya u yerga nima qilib, u yerdan Turkiya qutqazg'ichi bo'lib, buni Suriyaga olib borib, Suriyadagi bir qismini Islom partiyasi deganiga tashlaydi, bir qismini ISIS'ga majburlab shulga yo'llab, propaganda tashviqot videolarini yasab, Xitoyni unda nima qilamiz, xilofat quramiz, aqchi ko'ch qilamiz deb Xitoyga bana, delil biz terrorizm qarshi urushyapmiz degan iddiosiga yolg'on propagandasiga delil yaratish uchun xizmat qiladi. Undan keyin 2014-yilda 11-oyda yana kurashdi. Shu Erdo'g'anlar nimalar Xitoyga shu Erdo'g'an boramdi, Turkiyaning istixborot boshlig'i boramdi, shu boradi. Shu yerda Xitoyninki shu yuqori darajalik istixborotchi va avom bexatarlik ministrlari u bo'li bilan kelishim qiladi. Va Turkning xabarlarida jiqnas ko'maysli u to'g'risida, shu o'xshash davom bu zikr qiladigan, buniki zikr bo'lib qolgan Xitoyning zimin butunligiga hurmat qilamiz, Sharq Turkiston kuchlari qarshi turamiz, aqchi ko'ch degan nimani qildi. Ammo Xitoyninki avom bexatarlik ministrligininki chiqargan yig'in xotirasi yoki yig'inninki xulosalanishini qarasanglar,
şu yerda deydiki Xitoy biz hamda Xitoy Turkiya bilan Xitoy birlashib butun shu yiltizdan tortib shu barliq Sharq Turkiston kuchlarini va tashkilotlarini va jamoatlarini hammasini kontrol qilamiz deydi. Ya yuqtimiz ya kontrol qilamiz. Hech birisiniki bu mustaqillik davosini epirishiga yo'l qo'ymaymiz deb shuni nim qiladi. Buni tor betidan izlab topa olasizlar, xitoycha izlasanglar. Undan keyin 2015-yilda yana qilgan suiqasdi bu Xitoyninki nima ham askariy istixborotninki boshlig'i ham shu Xitoyninki Politbyuroniki boshliqlaridan birisi Turkiyaninki milliy saqchilari, milliy saqchi rahbarligi bilan ko'rishdi. Shu yerda yana shu terrorizm qarshi nim qilamiz, u bu deb shu yerdagi Turkiyadagi Uyg'urlarni kuzatish nimasini kelishimini qiladi va uning qamma yana sirtidagi diasporamizga, boshqa davlatlardagi, masalan, hozir nurg'un davlatlarda bo'libmi, Yevropada va boshqa yerda Turkiyaninki bizningki davosimizga, tashkilotlarimiz ustidagi bo'lgan nima deymiz, influence, biz nima ta'siri o qadar kuchli. Ba'zilarimiz buni bilamiz, ba'zilarimiz bilmaylam. Palonchi darnak yordam qilyapti, po'kinchi darnak yordam qilyapti deb anda o'ylab qolamiz. Ammo amaliyotda u kontrol qilinayotgan nuqta shu, yana shu Turkiyaning nimasidan bo'layotgan gap va Turkiyaning nimasidan shu Xitoy bilan kelishim orqali bo'layotgan narsa. Undan keyin texmo necha qatim yana dar yillik kurashidi bular. Har yili shu bexatarlik yig'ini bor. Mush yili 3-ayning 20-da o'tkazdi. U yerda yana shu Xitoyning davomli zikr qiladigan narsani zikr qiladi Turkiya va Xitoy bilan texmo shu bizni kontrol qilish uchun rahbarlik tashkilotning rahbarligini kontrol qilish uchun, nima qilish uchun shunday kelishimni qiladi va asosan buningki nimasini ko'ra olamiz, natijasini qanday bo'ldi desanglar, mana masalan hozir qadar nurg'un bunday suiqasdlar bo'ldi, ammo shunday kelishimlar nimalar, ammo buningga bir talmo Turkiyadagi tashkilotlarningki u qadar samandek az deganda 50-60 tashkilot bor Turkiyada. Birisi g'ing qilmadi buning qarshi noroziligini, nimalarni bildirmadi. Hech birisi. Afsus. Chunki natija kontrol ostida. Xitoy o'zi deb berganidek 2014-yilda nim qilib qo'yganidek kontrol ostida. U uyatuvsin, Turkiyadagilarni bo'pti tushunayli deyli. Turkiyada hali biznesi uni sulab qo'ydi, anda qilib qo'ydi, bunda qilib qo'ydi deyli. Turkiyaning sirtidagi tashkilotlarimizga qarasak, masalan, Yevropadagi, Avstraliya, u yerda o'xshash ajnab odamni afsus qiladigan bir reallik ko'ryapmiz. Masalan, o'tgan hafta Tianjinda kurashdi. Tianjinda uningda yig'inda chim-chimlar bo'ldi. Yig'inda u yerda yana shu Erdo'g'an bilan Shiylam kurashmadi yolg'iz. Turkiyaning tashqi ishlar ministri Fidan, mudofaa ministri, istixborot boshlig'i va ularningki shu Xitoyninki shu o'xshash tarafi kurashdi va u yerda Shi Jinping nima dedi? Ular biz tijoratni anda qilishimiz kerak, manda qilishimiz kerak, anda qilishimiz kerak, texnik yaqin munosabat qurishimiz kerak, hamkorligimizni kuchlantirishimiz kerak deb Turkiya anda dedi. Shi Jinping nima dedi? Aldi bilan siyosiy nimani ishonchni texnik yaqin qilishimiz kerak. Bu mavjud istixborot, bexatarlik va atalmış terrorizm qarşılık hamkorlikni texnik kuchaytirishimiz kerak dedi.
Atsillam Xi Jinping Erdoğan bilan yana o'xshash shu ministrlari Xitoy kompartiyasining birinchi sekretariysi ismini unutib qoldim bilan ko'rashdi. Xi Jinping bosh kotib desak bo'ladi yoki kompartiyaning bosh kotib desak, Xi Jinpingning bosh kotibi kompartiyaning ikkinchi kotibi desak bo'ladi. Birinchi kotibi Xi Jinpingdan qolsa, chunki eng yuksak kotib shu Xi Jinping ya. Undan keyin u yerda Erdo'g'an nim dedi, biz shu tunigan Xi Jinping bilan deyishgan har turli hamkorlikni qilishga tayyor dedi. Har turli hamkorlik, ana ichida shu istixborot hamkorligim bor, atalmış Tİİ qarşı hamkorligim bor, mudofaa hamkorligim bor, tijorat hamkorligim bor, aqchi ko'kchi. Va bugun asli bu timim emasdi, ammo bugun xabar qarsam bir munofiqni aşağıdaki Türkiye'deki bir danlık munofiq bor, o'zini da'vogar degan bir munofiq bor. Shu munofiqni Türkiye degan nima Türkiye gazetesi degan nimasi ziyorat qilibdi. Va u munofiq shunday debdi. Türkiye-Çin ilişkileri olumlu seyreden başta Doğu Türkistan olmak üzere tüm Türk dünyasına olumlu etkilenir. Kazanan biz oluruz. Yani Türkiye Xitoy münasebeti qanchalik kuchlansa, hamkorlik qanchalik kuchlansa, bu butun Türk dünyasiga yaxshi bo'ladi va bizga ham yaxshi bo'ladi. Biz g'alaba qilgan bo'lamiz deb shunday ifodalarni qilibdi bu munofiq. Amaliyotda Turkiyaniki hozir qadar 71-yildan tortib hozir qadar Xitoy bilan qanchalik yaqin munosabatni qilgan bo'lsa, bizningki da'vosimizga, yolg'iz da'vosimizga emas, xalqimizning qirilishiga shunchalik fojialik natijalarni akib keldi. Va tegma keladi. Aziz qarindoshlar. Shuning uchun biz bu yerda Turkiya xalqi bizning nimamiz emas. Biz Türkiye halkı bilen hiç derdimiz yok. Hatta Türkiye hükümeti bilen mi derdimiz yok aslında. Ama Şarkı Türkistan halkını Şarkı Türkistan halkını yo'qotish uchun milliy mustaqillik harakatimizni kontrol qilish, yo'qotish yoki ojizlashtirish uchun yoki Xitoyninki Sharq Turkistondagi olib berayotgan irqiy qirg'inchilik, mustamlika va ishg'oliyat siyosatini şunaqa moslashib kelayotgan har qanday hukumat, tashkilot, shaxs nazar mayli Amerika bo'lsin, mayli Turkiya bo'lsin, sukut qilmaymiz va bunga vaqtida raddiya beramiz va vaqtida qo'limizdan kelgan qarshilikni beramiz. Bunga biz rozi bo'lmaymiz. Qo'ydek o'lmaymiz. Bizning millatimiz qo'ydek o'lmaydi. Agar qarindoshim deydiganlar bo'lsa, buni Turkiya istixborotchilari muhaqqaq ko'radi. Agar haqiqatan qilchilik qarindoshim deydigan bo'lsanglar, Turkiya Xitoy bilan tijorat qilamsanlar, uning qilamsa, uningki bilan parvoyimiz pilak. Ammo Sharq Turkistonning manfaatiga ziyon yetkazadigan qilchi bir har qanday hamkorliklarni qilishinglarni to'xtatishinglarni tavsiya emas, talab qilamiz va to'xtatishinglar kerak. Agar qilchi insoniy nuqtadan, qarindoshlik nuqtadan qilchi bilmanglar bo'lsa. Agar bo'lmasa shu munofiq insonlar ham bu dunyoda ham oxiratda buningki hisobi so'raladi. Buni biz Sharq Turkiston kechmay hech hargiz pek tafsili so'zlab tushuntirib berdingiz. Amaliyotda buni bu bir qatimliq programma, bir qatimliq bir savolga berilgan javob deb o'ylamay, agar Sharq Turkistonninki taqdiriga ko'ngil bildiganlar bo'lsa, albatta bo'ladi deb o'ylaymiz. Biz nurg'un buning ko'ngil bildiganlar. Salih Xudoyor apandimninki bu yuqoridan so'zlab o'tgan gaplarni bir qor tafakkur qilib chiqinglar. Tafsili yana bir qatim anglab beqinglar. Buning ichida nurg'un bilim bor. Bunun içinde iki devlet o'rtasidagi munosabatning taraqqiyotining mohiyat ochilgan va tafakkur yo'li aniq ko'rsatib berilgan. Agar tafakkur nuqtasidan bu undaq emas deydigan bo'lsanglar, qani biz anglab boqaylik. Uningki ta'siridan chiqib beqinglar. Amaliyotda biz bayma dedik, bu pek oddiy bir hatta bir matematikalik bir yo'l bu. Oddiy so'zlab tushundigan bo'lgan. Bir zamindan
uning insonlarni ayirgandan keyin, demak, uning insonlikki yiltizini kesgan bilan tangla ish bu. U yaxshilik bo'lmaydi. U yomonlik bo'ladi. Mushu nuqtadan biz bizningki o'ttirda sani qizitib yurganlarninki qandaqdir qarindoshlik va diniy nuqtalardan bizni yasayotganligini, bizni xato yo'lga boshlayotganligini his qilamiz. Hammanglarninki bir tafakkur, bek oddiy tafakkur bilan o'ylab beqishinglarni va o'ttirda yurganlarning nima vajidan davomliqli Turkiyaga yaxshicha qilib gap qilgan bilan amaliyotda Xitoyning qo'li bo'lib ishlayotganligini tushunasizlar, shuni ko'rsanglar, anglasanglar. Biz davomliq to'plarda bakchiq talash tortishlarni anglaymiz. Nurg'un odamlarning gaplarini qilib, quruq vaqt nima qilish, bir narsani o'rganmay turib, bilmay turib, bekordan-bekor vatanparvar bo'la olmaydi. Bizningki vatan deb turganlar, vatan deb turib, vatanni sotadigan xoinlardan bir paxas bo'laylik qarindoshlar. Siyosatni mush yo'l bilan o'rganaylik. Solihuddin Rabbandning yuqorida deb o'tgan gaplarini qaytadan anglab, o'ylanib beqishinglarni umid qilamiz. Endi biz O'rta Osiyodagi qarindoshlarimizni boshqa yana Ozarbayjonning Xitoy bilan zich munosabat o'rnatayotganligini ko'ryapmiz. Buningga qisqacha ko'z qarashingizni deb o'tishingizni umid qilamiz. Marhamat. Buni Ozarbayjon hammanglar bilasizlar, Turkiyaningki eng yaqin qarindosh davlatlardan birisi. Ozarbayjon bilan Turkiyaningki tashqi siyosati bir-birisiga moslashib ketdi. Bu suiqasdni, bu Ozarbayjonningki qo'pab bizni setishninki masalasiga kelsak, shu Turkiyaning yo'l ochib berganligi uchun, Turkiyaningki undishi bilan bo'layotgan ish. Hatta O'rta Osiyodagi boshqa davlatlarga shu o'rnak bo'layotdi. Butun islom dunyosiga, musulmon dunyosiga, turk dunyosiga Turkiyaningki bizni setishi, Turkiya hukumatiningki bizni setib etishi, bizni qurbon qilishi, o'zininki sisiq manfaatiga shu boshqalarga Turkiya qilsa bizmi qilsak bo'ldi ekan degandek yo'l ochib berishi. Shu buningki nimasini hisobi suriladi ham bu dunyoda ham oxiratda. Bu Erdo'g'onlar shu Turkiyadagi o'zini siyosiy u oqchi ko'kchi deganlar yomon dindor ya. Voy biz Alloh ishimiz Alloh anda manda deb ketadi. Har nimasida Allah'ın ağzını çıkamaydı. Ama Allah bularga ko'z tutdi. Hem bu dunyoda ko'z tutdi, hem ahiretda ko'z tutdi. Bu qarindi o'zining qarindoshini sotganligidan sirt boshqalarga shu qarindoshininki setilishiga ulgu bo'lganligi uchun. Shuning uchun bizning yana deydiganimiz ham deganimizdek hem Ozarbayjonninki, hem Turkiyaniki, hem barliq Turkiy dunyosiniki va musulmon dunyosidagi bizningki irqiy qarindoshlarimiz va diniy qarindoshlarimizningki bizni setishdan voz kechishini yordam qilolmasanglarmi tushunamiz. Yordam qilolmasanglar ojiz kensizlar, tushunamiz. Ojiz keldinglar, mayli yordam qilmanglar. Mayli yordam qilmading deb ag'rinmaymiz. Shaxsan men palonchi Turkiya bizga yordam qilmadi deb ag'rinmayman. Mening ag'rindigim shu bizga xiyonat qilayotganligidan ag'rinaman, bizni setayotganligidan ag'rinaman. Yordam qilolmasang mayli, yordam qilma. Yordam qilma, ammo bizni sotma. Yordam qilolmasangmi mayli, ammo bizni sotma. Deydiganimiz shu. Mayli qaysi davlat bo'lishidan qat'iy nazar. Bizni qilch yordam foydam kelmasmi, bizni qilch ziyanmasammi? Bir taraf turib olamsan, nima qilamsan, sukut turamsan, u mayli, ammo bizni sotma. Aksicha bu sukut turish uyatulsin, bu setyapti. Diniy nuqtadanmi sukut turish bo'lmaslik kerakdi. Aslida bu davlatlarniki sukut tutmaslik kerakdi. Aslida eng birinchi bizga yordam qildiganlar shu o'zimizningki irqiy qarindoshlar, voy qarindoshim degan Turkiya eng birinchi, eng kuchli yordamni bizga berish kerakdi. Xuddi boshqalarga yordam beryapti ya. Mayli media jihatdan bo'lsin, mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, mayli istixborot jihatdan bo'lsin, mayli moddiy, ma'naviy, siyosiy jihatdan bo'lsin, boshqa o'zi bilan hech qanday qarindoshlik munosabati yo'q millatlarga nurg'un yordamlarni qilyotdi. Ammo o'zining qarindishim, meningki ma qarindishim deganlarga, meningki ma ot yurtim, men mayerdan keldim degan zaminga va o'sha qarindoshlar qilayotgan xiyonatni qat'iy kechirgili bo'lmaydi. Agar biz uni qilgan bo'lsa, ko'rsizlar, agar biz
shu biz o'rnimizni almashib qolgan bo'lsak, turk xalqi bizning xalqimizdek jim yetib o'tirmaydi. Kunda la'nat o'qiydi. Hech nima qilolmasmi? Duosida bizningki hukumatimizga, davlatimizga bo'lmasmi? Hukumatimizga qarshi la'nat badduo o'qiydi. Agar rollarimizni almashib qolgan bo'lsa. Meniki niyatim Turkiya xalqiga, Turkiya davlatiga badduo o'qish niyatim yo'q. Ammo to'xtatish kerak. Chunki bu mazlum xalqniki, Allohning bir va'dasi bor. Mazlumlarniki duosini qabul qilmaydi. Bir urib qolsa bu millat vaysilning halinglar ham bu dunyoda ham oxiratda. Ammo buningki javobini ham bu dunyoda, buning hisobini ham bu dunyoda berishlar, ham oxiratda berishlar. Eng yaxshisi tövbe qilib bu davlatlar yordam qilmasanlarmi bu suiqasdni, bu xoinlikni, bu kallashlikni to'xtatishinglarni talab qilamiz. Deydiganimiz shunchalik. Barliq qarindoshlar. Gayet cevap verdiniz. Hem de bu hükümet buluş süptümüz bilen ve bir vicdan egisi buluş süptümüz bilen yo'qitib qo'ygan davlatimizni qaytarib olgan bir inson buluş süptümüz bilen sizning deganlaringizning hammasi to'g'ri. Hem de bizning oldimizda Amerikada Uyg'ur qonunini Amerika parlamentida qaytadan o'tirg'i qo'yildi. Buning deydiganlaringiz bor. Bu gerçi biz degandek biz talab qilgandek kuchli bo'lmasimi, bir yana bir nima bir bosqich bu. Yana bir yaxshiliklarni akkiladi. Yani bizning masalamizni Amerikaning kun tartibiga akkilish uchun qo'yilgan bir yangi qonun. Bununkini ham de şu avam palatadan o'tdi. Avam ko'p sonliq ovoz bilan. Ondan keyin asosan hammasi ma'qul dedi. Kengash palatadan o'tish kerak. Kengash palatadan endi bizningki desamma o'xshash baribir munofiqlik buziman deydigan munofiqlik buningdan xabari bor. Dushmanmi xabari bor. Biz yana buningga shuki moslashtirgichini nim qilishni talab qilishimiz kerak. Biz zaten talab qilyapmiz, ammo Amerikadagi qarindoshlarimiz o'zlariniki senatorlarga telefon qilib, "Mani sizdan o'tkiz" deb, avam palatadan o'tdi. Meningmi moslash Sharq Turkiston uchun bir xuddi Tibetnikidek moslashtirgich bo'lgan uchun biznikimi shu moslashtirgichini kirgizib o'tkazinglar deb telefon qilib yoki xat orqali nim qilinglar. O'zlariniki senatorlarga, har shtatning ikki tal senatori bor. Ondan keyin şu bizniki şu senatda nimani qo'ygan parlament a'zosi senatori bir sekund ismini aytib apandimniki senator nima Utah'ning senatori turib turanglar kechirsizlar. Xato deb qo'yg'im yo'q ismini. Senator John Curtis. Senator John Curtisning ishxonasiga telefon qilib yoki ilxat yozib shu talablarni qilishimiz kerak. Senator John Curtis yaqinda Tibetniki tashqi ishlar ministrligida, Amerikaning tashqi ishlar ministrligida special coordinator bo'lish kerak ya, qonun bo'yicha. Shuni yangidan bir odamni atashga chaqiriq qildi shu tashqi ishlar ministriga. Shuning uchun bizni shu o'xshash Tibetdek o'xshash bizning masalamizni kun tartibga Amerikaning siyosat tutish uchun bizga shu Sharq Turkiston masalasi uchunmi bir tashqi ishlar ministrligida moslashtirish kerak. Bunimi chaqiriq qilishingizni tavsiya talab qilamiz deb telefon qilishinglarni, xat yozishinglarni talab qilamiz. Siz hozir shuni dedingiz, ashninki agar Amerika turayotganlar ashninki yozilgan xatninki orijinalini, masalan, bir yoziq shaklini sizdan talab qilib qolsa, shuni biz tayyor qilib beramiz. Albatta. Qisqacha yomon muzin emas. 3-4 jumla, 3-4 qur nima qilsam bo'ladi. Shuni ash xatni balkim bizningki to'rbatlarimizga qo'yib qo'yishimiz mumkin. Chunki bu oson bo'ladi. Formallashgan bir xil holatda biz buni o'zimizningki har bir statening o'zimizning senatorlariga va Utah'ningki senatoriga mush ishga bevosita aloqa qilayotgan.
eversek buning natijasi yaxshi bo'ldi deb o'ylaymiz. Bu amaliy ish, bu quruq gap emas. Bu Uyg'ur qonuni deb bekjiq talash tortish qilib yomon vijdonliqlar, yomon Uyg'urlar ko'ngil bo'ldigan o'tirdi juda rasmga tushib, ammo agar haqiqiy ko'ngil bo'lsak, biz Sharqiy Turkistonga, Uyg'urga, Sharqiy Turkiston fuqarosiga albatta bu qonunning o'tishini biz degan yerdikidek bo'lmasimi, lekin ziyni yo'qki, foydali. Shuningga hammamizning tirishib kuch chiqarishimizni umid qilamiz. Bugun vaqt munosabati bilan programmani uzatmaslik uchun programmamiz mishada oxirlashdi. Bu programmaga vaqt ajratganingiz uchun sizga ko'pdan ko'p rahmat. Solih Xudoy raxmandim. Hammanglarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Allohga emanet. Xayr.